filmni Shahriy Grim buyumlari alohida talab qilgan. Kasbiy hayotda meni nurg'ulg'an utuqlarga erishtirdi. U meni tarbiyaladi, tavladi. Bu yillarda Shahrimo har vaqt utuqlarimga yondashib, menga hamroh bo'ldi. Ay Shahri. Shahri ter asrash yurishligi, ter asli hujjatlarini jonlantirib, menga faqiraq suzik, yumron yuz terisi beg'ishladi. Uni sizga tavsiya qilay. Shunga men Shahrini utuqlarimning shohidi sifatida izchil o'zimga hamroh qildim. Shahri ter asrash yurishliklari. Bu filmni haqiqiy esil o'zgacha har xil tamdagi nehmat qahva ichimliklari alohida qo'llagan. Arzu ümit üçün mangan qadamlarimda naqsham manga hamroh. Tabiat qo'ynidagi izlanishlarda men o'g'lim hamroh. Rangdor kartinalar yo'g'rilgan hayot musofamda ne'mat qahvasi har vaqt menga hamroh. Aldığımız sandaki iki nefer tereyli körülümünümüz, sizlerle mübareklerimiz. Sizler lağdan bakılıp susaplaştırış üstünüzü bilen mukafatlarla. Sizler bizim organ salonumuz arkalıp biz bile alakalaşıp mukafat boyunmalarını tapşırıyorum. Ma öyde sak akış kalmaptı. Eyvallah, özgerimize beraber bak üçümüz özgür kılışını buraya kedilemeyedin. Ya doğru. Kopya Aka özgürlük üylep duramayla. Hemen kızar kızdan geç kalan kıvesi maşallah. Yakma kızdan yamazak kızdan. Bulan çakırıp bişim ıştırdım mı ben? Şu tadı. Ya nimeden çakadılayım avçını ha? Ya kapaklarla işlem o topa. Ben şu Batur'a yardım kılayla demesem ne mi çakırma ulan ya? Aşı üstü yardım kılalamdı ha? 50 bin köy aşağıda çıkarttı ya. Ya kallısı işlemeye topak. Ya kira bana yürü kira. Bana. Vay Nazok. Ay Şükret'in numarayı evet birine. Vay. Vay ne bakın siz artık çıkardı ya. Qanday bo'ldi? Bir amalni qildingizmi? Bilmedim Cuma. Shuhrat bergan vaqtni to'shay deb qoldi. Qanday qilamiz? Voy, nimanda yomon nima bu sadoqat degan? Soqchilarimiz zerikni qilamatibdi. Tutib olgan bo'lsam, oş o'g'allarni oldigan ko'zini qulam tiqib ko'zlariga. Osh chiroyliqga qilgan tillarini kesib, chochlarini birdan yuvdiydim-a. Jinovasti. Voy, men bo'lmaydi ekan, maqzan chiroyli chiqib turdi, yeliganlikka ishonmagan desam, voy bek yaxshi deb maqtab toza jiganmi aytgan tamog'ini. Obdan bo'ldi mana. Ben ayaksı ayalım bilen bir görüş bakayım.
Şükür. Buraya işkele yaxşı tanışmadık. Ha? Bana azı görüştük. Bundan keyin çoğum yaxşı alağın bu bitmez. Bana işine sen. Sizlarga Ha, albatta işte kolda. Boz ben sen bile görüşüp demiş kılma. Ha? meningcha buningdan boshqa gaplaring bor deyman. Balıqqa baqara. İşkele endi yaqin alağın olib qolgan ekan. Gap yüzde yaxşı degan. Batır ki 25 mümkün amma maqulmi? Ha? Men ilan ishlab beray. Men ilonni ishlatadigan odam tepib bo'ldi. Boshqalar ishlaydigan bo'ldi. Sen eng yaxshisi 25 ming pulni menga bersangmi bo'ldi. Ya o başkalar işlesem ben şu okşay, ma okşay işledi. Onu da ben işlerken yaxshi emasmi? Sen bilan ortiq gap takallashib, bu yerda yuradigan vaqtim yo'q. Eng yaxshisi aytadigan 25 ming pulni meni qo'lim topshirib bersangmi bo'ldi. Bo'ladimi? Meni kimligimni bilamsan, ha? O sening kimligingni men anlab ketdi-ku. Qiziqgina bu. Ketdimi abi? To'xta. Mening gapimni ya angla, qara. Ha? Sen boshda bunda qiziqlik qilmaymi? Ya da o'tib sen onda ötünüp kolay. Baş bir ketim bana makul diye. 25 bakayımda ağza kayıtıp bir etsem. Ben de bu sıkçanda başka iş dersin. Fakat partal oğlumlu bak. Batır mankep yaşlılıklarını kığa. Berketim bosuma onun yaşlılığı cevap koydurduğun fırsatın bana belgen. Ha? İlanını ben işley. Ben sana kapalı edip biri. Ne vardı ben ilanı sana yartamayı kalsam. 25 bin koy tükeceğim. Ben sana at işek tek bu işlisem ben razı. Bo'ldi, yig'lama bo'ldi. Tahta kulağını. Toshqon seg'izni bunda qolsam belgil olmaydi. Musaf kurşulayamsa. Seyfi! Ay Nazok. Rad qilg'usiz lazzat, toshqin, yurish seg'izlari, toshqin. Anamdan nene? Onamdan neni? Anamdan neniken bu? Ha şu anamın nini? Yanak gülkent koşulgan, mehri muhabbet bilen yoğrulgan, lezzet onamdan neni. Ben sana kapalı edip biri. Ne vardı ben ilanı sana yartamayı kalsam. 25 bin koy tükeceğim. Ben sana at işek tek bu işlisem ben razı. Bo'ldi, yig'lama bo'ldi. Bo'ldi, ha, yig'lama. O'g'il yig'lama bo'ldi. Mening sizlarni bunda qistig'im yo'q. Lekin mening ustimda meni boshqaradigan bir boshliq bor emasmi? Men ular topshirgan xizmatni vaqtida bitirib, ularni qo'liga topshirmasam bo'lmaydi. Bo'pti. Aylanma esa ishlayvergin. Shirkatliklarni o'zim qo'yliqlay, ha. Xotirjam bo'l. Sağ ol köp rahmet. Bo'ldi. İlanni vaqtida ishlab, meni qo'limga topshirib bersam bo'ladimi? Bak.
deb keldingiz? Siz bilan paranlashay deb kelgan. Bizning paranglashqida hech qanday gapimiz yo'q. Biz nima ishga ajrashib ketdik? Ha? Meni kallamni faqat o'tmayotdi. Men yaxshiroq tushuntirib qo'ya olamsiz, biz mushtaqla ajrashib ketdikmi? Endi bu gaplarning qanday hech qanday foydasi yo'q. Siz uchun foydasi yo'q-da. Chunki siz baxt ichida yashayotgan tursangiz. Lekin men uchun zarar. Ha, men uchun qilchilik foydasi yo'q. O kishi kim o? U har kishining kimligi bilan sizning imkoningiz. Mening nima ish qilganim bo'lmaydi? Siz meni ayolim tursangiz? Xotirangiz joyidadir. Ikkimizning qilchilik er-xotinlik munosabatimiz qolmadi. Bo'ldi, qaytib ketdim. Unda xo'sh siz menga yaxshi ko'rmaydigan gapingiz-chi? Kichik boldek aqama. Bo'ldi, qaytib ketdim. Oy nimanda kelmeydima Batur. O kilodiganda pulning amalini qisili kilodu. Hey, qancha saat oldu ketkili? Yerim kechib ketdim, uyga chiqib ketmay o'tirib saqladim ha. Çöpmü? Ya telefon qısı almagan qasdan qatdı bu. Men telefon qısam almısız, siz telefon qısınız mı almadı? Abayda pes düşüp pestki magazin için telefon usam almadı. Buca hiç kim telefon almadı. 25 bin koy pul. Qanam qılama. Vay ciddileşmeye oturun ha o mu? Pulun amalını kılanmagan sır ciddileşip şu telefonumuzda alanmagan da. Amalını qılalğanmız ne vaqt kep buldu. Xoşallığı başlap domlap qaytib keldi. Oqsa sözləb mağa. Bilməmsiz onun micazını? Ayalımdan pul sorğanma deb kim bildi konotlar tutuşub qap. Əpdişib qaldım ikisi. Joyluman ha. Oy neymiş qım yardım qılğan məsələgə? Biz yardım qılmadınız, Batur yardım qıldınız siz. Məsələgə az yardım qılmağam mən. Həmin anı biliş yox. Tas tepişqan ağıyınla. Bola iş boldu. Bunda qalqışqanğa bir sekilib 25 min koyunu tutun xan deb bəməydi o sizə. Qarang. Ən çataq yeri minin adı şöhrətdən tüzgəncə 25 min koyunu ağarında özəndə ismini izləyib barmağa besbəgə toxtan ba. Şöndünüzmü? Bir gündən kin dəl 24 saat ikin abal telefon qıl, biz şimdi ocaq qıldı minin. Torunu axtarsam bu aldançıq cinayəti qatdı ki. İlan işləymə deyib ağam pul o 25 min koy. Tur bilan yetişdimdim, yap-yaş durup mən. Vay, ənsirməngə. Biz bu pul tapımız biz. Sizlərin bağlığınların şu payısıymış o. Bomu sana açır sizlər. Nəəcə tutmuşdum sizlər bilə mən. Deməsim o, siz ömrünüzdə bir ay yigit bilə arışıb baxmayla boytaq bitili türmə kirkitəsiz mi ha? At dikən mən. Bir ay turumsaqçı sizlə arışasınız mı boladı? Bek üç oldum cuma meseleğe, bek üç oldum. Gep bakığım yok deyip pulum demesem, otağım yok 5 mitma öyde. O çıkıp satay desem, satkıda ekimden sana yok ki. Meni satamsız ya meni. Toğru dedim ben, toğru dedim bu.
Bahadır pulcu. Neyim dedim ben, neyim dedim. Can. Kandağım kılam hem diye. Tırmını yatayım değil mi? Vay, ne salçım olduk dedin lan? Ha? Ya Seyit Bey, ya öyle kaynasından hemen iş buldun mu? Ha? Kallan işten düştüm hem de. Sen neyim koydan, biz neyim koydan, 25 bin koyun tapamayın, nimelekte biz. Onun için sen bu. Aman kız tapmam da bu ne? Seyit Bey de ya. Evet ilan tatılgan bulduk biz. Neyim lan? Şükret bilen görüşken bugün. Ben bir ilan tat bergen buldum. Acıgen 5 bin koyunu şu ilan bilen tüytülgen bulduk ya. Evet ilan tayarlı kılıyorum. Amısın. Çıkaya et götürelim. Bu filmni Shahri Grim buyumlari alayida talab qilgan. Do'stlar, yaxshimisizlar? Uzundan beri Boytaqlar filmimizni qo'llab kelayotgan aziz ko'rmanlar uchun biz mukofotli savol-javob faoliyati o'rlashtirdik. Savolimizga tez sur'atda o'lchamli javob beradigan ikki aziz ko'rmanimizni mana bu Lada markali xususiylashtiruvchi bilan mukofotlaymiz. Javob berish usuli bo'lsa, yandagi ishkilik kodni skanerlash orqali organ unumdor savolimizni qo'shib olib, savolingizga to'g'ri javobingizni yo'llab qo'ysangiz, kelarki qismda mukofotga erishgan ikki aziz ko'rmanni e'lon qilamiz. Bu sandık sualimiz Bahadır ayalını izlep beri zaten neme dedi? Boytaqlar filmimizni yaxshi ko'rib, qo'llab kelayotgan barcha aziz ko'rmanlarga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Sizlarning qo'llashinglar bo'lg'achqa Boytaqlar filmimiz 4-bo'lim qadam qo'ydi. Buningdagi texnik zo'r kuch bilan bizni qo'llab berishinglarni chin ko'nglimdan umid qilaman. Uningdan sen 4-bo'limimizdan 7-8 qismlarni hozirlik ko'makchi bo'lsangiz, ekran ostidagi ikkilik kodni skanerlash orqali yoki bo'lsa bizning organ salonimizga a'zo bo'lish orqali ko'rishingizni tavsiya qilaman. Hammanglarga ko'pdan-ko'p rahmat. Ekran ostidagi ikkilik kodni skanerlash uchun oldindan filmni qo'yamiz, ikkilik kod chiqqandan keyin rasmga tortamiz. Ondan unidorni ikkilik kodni skanerlash sistemasiga kirib Bayan qarashini tepkila o'rnatgan bo'lsak bo'ldi. Vay işini qila va adaş o ikkisidan jins o'xshash olgan bilan ikkisini bir ekilib, bunda tug'izib astoydil boshini aql qarab baqa anonki bilsa. Ay bana da adaş. Siz neyim demekçi? Ben simiz demekçi mi? Kim sizni simiz deb da. Ay ama ilanı görüp 5 şey ayacanını gidip var be. Meni küçük ol görep kalırsın mı kalsın? Vay tutup gözüm sen ben çıkacağım ha. Mangşe, çıkar mı? Koparsam 5 vurma baka. Vay manga, ne bu karaysa manga, ha manga. Tapamsak ben tip beremem ve tang oynaylı. Men o'zingga o'xshash mehnat ko'rib qolgan o'xshamamsa? O Batır'ın onunla bek yaxşı gördü. Ağzını kelip pokama pok. Mihrigünün 2 vaqt qaldı. O hazır rak. Burun qo'ygan talablarimning vaqti o'tdi. Hozirgi kelganda burungi talablarim meni rozi qilib bo'lmaydi. Ha? Açım kerakmidi ya? Ya babam ödep ketken yanan aslında ben kümüp açıkka yedim ben kolan tutup bereyim ya. Ay bana da çıkar ha bana. Ben sana da gözümde yok. Öyle ya. Mana! Öyle ya. O edememez. Ayva! Endi o o'lganda bu yerga baqirib jaqirib birishining hech qanday ahamiyati yo'q. O bu ishlarning hammasini sen uchun seni deb qildi. Lekin men qo'rqmayman. Men o'lib ketishimdan qo'rqmayman. Tatmay tocuma ben bir oku olay ya. Boytaqlar filmining bu qismi mo'sharda oxirlashdi. Kelar shanba yangi sonini e'lon qilamiz. Agar bir hafta burun hozirlam ko'rishni xohlasangiz, film qo'yish ko'zniki ostidagi ikkilik kodni skanerla. Boytaqlar filmini qo'llovchilar ham tarqitishni xohlaydigan salonchi do'stlar, Boytaqlar Mastanlar undidori Kino 511 ni qo'shib oling. Kino 511 ni qo'shib oling. Kino 511 ni qo'shib oling.
Endi kelsak bo'ladi. Fatih? Şinjan MMC Seyirgerlik Klubu qarmağıdaki tövenlik türlerge Şinjan'ın her qaysı joylarında ilgilik tüklügücü vakaletçiler qabul qılındı. Balalar aql içi seyirgerlik tarbiyalash kursi, naq meydan seyirgerlik maharatini ko'rsatish xususiy aramgoyi. Kichik seyirgerlik maharatini o'yin qo'yish teatrxonasi. Har qaysi san'at o'maklariga kasbiy seyirgerlik tarbiyalash sistemasi qatorliqlar. Barliq turlarga Şinjan seyirgerlik shaxsiyati Anvar Azat Elchin apandim o'zi boshqa yetakchilik qiladi. Tövenlik telefon va undidar nomer orqali biz bilan aloqalashing. Tatmay tocuma men bir o'qib olay ya. Boytaqlar filmining bu qismi musharda oxirlashdi. Kelar shanba yangi sonini e'lon qilamiz. Agar bir hafta burun hozirlam ko'rishni xohlasangiz, film qo'yish ko'zniki ostidagi ishkilik kodini skanerla. Boytaqlar filmining qo'llovchilar ham tarqitishni xohlaydigan salonchi do'stlar, Boytaqlar Mastanlar undidori Kino 511 ni qo'shib oling. Kino 511 ni qo'shib oling. Kino 511 ni qo'shib oling. Endi kelsak bo'ladi. Fatih? Şinjan MMC Seyirgerlik Klubu qarmağıdaki tövenlik türlerge Şinjan'ın her qaysı joylarında ilgilik tüklügücü vakaletçiler qabul qılındı. Balalar aql içi seyirgerlik tarbiyalash kursi, naq meydan seyirgerlik maharatini ko'rsatish xususiy aramgoyi. Kichik seyirgerlik maharatini o'yin qo'yish teatrxonasi. Har qaysi san'at o'maklariga kasbiy seyirgerlik tarbiyalash sistemasi qatorliqlar. Barliq turlarga Şinjan seyirgerlik shaxsiyati Anvar Azat Elchin apandim o'zi boshqa yetakchilik qiladi. Tövenlik telefon va undidar nomer orqali biz bilan aloqalashing.